Assalomu alaykum onajon, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Navaringizni olib keldingizmi? Navaramni olib keldim. Keliningiz borlar. Keliningizdan yaxshi ko'rasizmi? To'g'risini ayting. Ha, albatta. Hozir hammamizning yonimizda telefon qilib yaxshi ko'rishingizni ayta olasizmi? Olaman. Mayli, iltimos, agar qiyin bo'lmasa. Alo, Yulduz. Qorninglar, yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Oyinsa yaxshimi? Biz ham Sulaymon bilaman, Zaqdamovamiz. Shu, men sizni yaxshi ko'raman. Eson-omon tug'ib oling, Xudo xolasa. Eson-omon ikkinchi farzandingizni ham tug'ib oling inshaalloh. Alloh oq yo'l bersin sizga. Soliha farzandli ko'ring. Ikkalangiz qo'sh davlat bo'linglar o'g'lim bilan. Doim sizlarni rohatinglarni ko'rib yashaylik inshaalloh. Bizlarni ham rohatimizni ko'rib yashaylik. Amin. Rahmat. Sizlar ham sog' bo'linglar. Rahmat, sog' bo'ling. Alloh juda ham soliha Sizdagi kelinim. keng bag'ir bo'lish uchun nima qilish kerak? Birinchi galda kelinim kimdir farzandi. Masalan, o'zingizni farzandingizga qanaqa qarasangiz, ularga yana ham mehribonroq bo'lishingiz kerak. Mani qaynonamlar ham juda ham oqila ayol bo'lganlar. 3 ta kelinni qaynonasi bo'lganlar, 3 ta kelinni juda ham yaxshi o'xshaganlar. Mehr ko'rgan ekansiz-da. O'shaning uchun boshqaga ham ko'rsatishga harakat qiladi. Rahmat sizga kattakon sog' bo'ling. Mana shu arzimasa ham sovg'amiz, yo'q demaganingizga rahmat kattakon.